Rustam aka! Ha, Qandoqsiz? Assalomu alaykum. yaxshimisan? Qarab, garchikchani dadamiz otdi sizni. Nima qilaman men? Shu yili chit olmasdan ham garchik yutinglar dedilar-da. Sen ham dadangga qarab o'tiring deb bilamasanlar. Garchi keltirib berasanlar. Ismat! Hausi. Yaxshimisan? Kim? Ha. O'ylay tut. Mana 6 ta bo'ldani. Nima oldi? Mana qarang, bu qo'ldagi bu 5 ta kubik hech 6 ta bo'lmaydi, mana 6 ta qildim. Ey, men bu kubiklar kerak emas menga. Real yutib o'tirsak bo'ldi. Menga umuman kerak emas. Sen hayotda yutolmaysan. Sen bilan 10-may kuni ko'rishamiz ilk klassikoda. Qayerda ko'rmoqchisan? Men Real bilan Barsani o'yinni men Telegramda futbol bizda degan Telegram kanal bor. Ana shunda ko'rmoqchiman. Futbol haqidagi barcha yangiliklar bor. Bundan tashqari jonli efirlar, eng zo'ri bular Real bilan Barsani o'yiniga konkurs qilgan. Mana shular taxminiy shu yerda kommentariyaga yozasan, kommentariyada birinchi topgan 20 ta odamga 500 ming pul tashlab beradi. Ha, shunday. Ha, va. Uchi bir bo'ladi, Barsa yutadi. Baloni yetsam 5 bir Real yutadi deb men kommentariyaga yozaman. Qachon oxirgi marta 5 bir? Nima farqi bor? Ko'rasan sen. Qayerdan topsam biladi bu kanalni. Bu kanali silkasi meni profilim shapkasida to'xtab tasalchi. Postga ham qo'yganman. Yaxshi bo'ldi. Короче, Real yirtadi, ko'rasan sen. Ha, birga ko'ramiz. Davay.